ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Bizning doktorlarimiz bugun kunda taraqqiy qilib, aynak shishida bola yetildiradigan bo'ldi deyishi mumkin. Aynak bolasi degan nima bo'lsa, er kishining spermisidan urug' elib, ayol kishining tuxumdandan tuxumcha elib, ikkisini aynak shishida changlashtirib, ma'lum bosqichga yetgandan keyin, andan ayol kishining bola yotqusqa aynak shishidan elib quyadi. O ayol kishi tug'adi. Masalan, ayol kishiningki bola yotqu eg'izda bir masala bor yoki bola yotqusi dastlabda ko'tarilmaydi. Bu degandek bir xil sabablar bilan isbotlanmay qolgan ahvol ostida qiladigan bir ishlar. Buni o'zicha xuddi inson yaratgan o'rinda turib bizga dalil qilib ko'rsatdi. Bu aynakda bola yetishtirish degan qandoqdir bularning mustaqil odam yetishtirish jarayoni emas, bu faqat tug'maslikni davolash uchun beriladigan bir jarayon. Undan ortiq narsa emas bu. Chunki yo'q qiyadan bir narsa barliq keltirgani yo'q. Ayol kishida tuxumcha bor, er kishida urug' bor. Agar er kishining urug'i changlashtirish qilmi yaramasa, uni mumkin emas. Çoxum yani bu xil davolash jarayonining sharti er kishining urug'i jonliq bo'lishi kerak. Changlish olish kerak. Ayol kishida shu changlish olg'ida tuxumcha bo'lishi kerak. Agar er kishida bo'lmasa, ayol kishidan bo'lmasa mumkin emas. Xuddi bularning bu ayniki bir yarata oladiganlik amaliyot unda emas. Biz ularga deymizki, agar sizlarning qo'lingizda yaratish yoki o'ldirish bunda imkoniyatingiz bo'la olsa, sizlar minglarcha dollar, minglarcha junaylarni xarjlab utuq qazanmaslik ehtimoli bo'lgan tug'maslikni davolashning o'rnida o'layotgan bir insonni qutqizinglar. Masalan, bir odam necha dollar xarjlaydi, necha ming xarjlaydi tug'mas bo'lganlik uchun davolanib tug'mayman deb. Agar siz buni qilganning o'rniga bir odam o'ladi, masalan 40 yoshlik, 50 yoshlik, 30 yoshlik odam o'lish kirdiga aning o'limini oldini olib qilinglar masalan. Yomon bo'lsanglar. Ya'ni o'xshash dunyoda bir hayotni saqlab qolgan bo'lasizlar. Ya xulosalaydi birodarlar, ölüş, yaratılış meselesi qat'iy insonning qo'lida emas. O inson uni to'sab qololmaydi, keltirilmaydi. Hammasi Allohning iznidan bo'ladi.